Assalomu alaykum. Bugungi ko'rishimiz Urganch shahar, yangi al-Xorazmiy shaharchasi Urganch City'da Novostroyka domni birinchi etajida 3 xonali 75 metr kvadrat plus podvalga ega kvartiramiz sotiladi ekan. Subsidiya bilan birlamchi kreditda. Az orientirni tushuntirib o'tamiz. Aeroport T'dan kirib kelishlaringizda o'sha asfaltning o'zi tam bo'lgan yeri bu mana. Asfalt yurib keladigan yo'l tam bo'lib aylanadi yeri. Aylangan yeringizdagi shu o'ngdagi dom bor. Ikki podyezdli dom shu. Birinchi podyezinde birinchi etaj 3 xonali 75 metr kvadrat kvartira sotiladi ekan. O'sha balla maydonchasi, domlar boshida yashab boshlagan o'shganlarida. Boshdan qo'yib berdim. Havo sal shamol. Hammerine don 62. uyda 63 donlar veriyor ekan. Oldinda lekin ham besetkasi, balla maydonchasi ham narsasi bor. Parkovka. Atletamiz donlar podvalan bor. Birinchi etaj 75 kvadrat. Shu o'ngdagi kvartiramiz bo'ladi. Işiklerimiz demir eshiklar qo'yilgan. Yerimizda bedeni rakovina uchun to'shakdan tirab qo'yibdilar. Simlar montaj bo'lgan. Bir qator rod ponturilib turibdi devonda. Bu yerda bir spalnisi. Polnisti ham meri oppoq aqlangan. Stechga qilingan suxoy stechga ham meri. Bu yerda yana bir spalnisi. İki spalni. Hamda to'pli po'lan bo'lgan ekan ham meri. Yurtdolazin hem yerinden töplü pol o'tgan. Berimiz kuxnya joyimiz bo'ladi. Hem töplü pol hem batareya uchun to'shkalar tashalgan. Simlari o'tgan, gaz cho'chkiklari qo'yib turibdi. Svetniki ham, gazniki ham qo'yilgan. Banimizda sanuzel joyimiz, suvni cho'chklar ham qo'yilgan ekan, suvni cho'chki. Buraya turbalarni montaj qilib turadi. Berimiz sanuzeli uzun koridor. Bir yanda zali bo'ladi. Zal ham keng tushgan ekan. Aytganimizda ham bir qator shpaklovkaga chiqib turibdi o'tda. Ham to'pli pol, ham batareya to'shkasi tashalgan. Mana yo'lning ustundagi dom. Shunday kirib kelasizlar, birinchi dom. Besh etaj Novostroyka dom, birinchi etaj 75 kvadrat kvartira. Birlamchi kredit ya subsidiya olsanızda bo'ladi. Kadastrlar tayyor, doğru formatda bo'laverasizlar. Shunday sostenada. Hammasini aynasi akfa, ham to'pli pol, ham batareya uchun to'shakka tashalgan. Bahosini keladigan bo'lsak, bahosi 1 metr kvadrati 6 million 200 ming so'mdan. Kim ma'qul bo'lsa bemalol telefonlashib gelip görseyizler bo'ladi. Subsidiya birlamchi kreditga beriladi. 75 kvadrat.